Qadimgi tabiblar nima uchun bemorlardan avval nima tush ko'ryapsiz deb so'rashgan. Hech qiziqib ko'rganmisiz? Men sizlarga buni tushuntirib beraman do'stlar. Agar tushingizda jazirama, issiq cho'llarda olov yoki qizil kiyimlar ko'radigan bo'lsangiz, jigarda o'zgarishlar, qon qizib ketishligi yoki safro ko'payib ketganidan dalolat beradi. Agar tushingizda muzli suv, qorong'u quduq yoki dengiz, qorbo'ronlar ko'radigan bo'lsangiz, buyrakda sovuqlik, balg'am ko'payib ketganidan dalolat beradi. Bu holatda tez-tez hojatga chiqishlik yoki bel og'rig'i bilan olayotgan insonlarda kuzatiladi do'stlar. Agar sizda balandlikdan tushib ketishlik yoki tor joyda qisilib qolishlik yoki sizni kimdir quvyapti lekin qocholmayapsiz, bu yurak zo'riqib ishlayotganidan, mushaklari charchaganligidan va qon quyilib ketganidan alomati ekan do'stlar. Agar tushingizda yuk ko'tarib, og'ir narsalar ko'tarib, loyga botib qolgan bo'lsangiz yoki ayniga ovqatlar ko'radigan bo'lsangiz, demak oshqozoningizda hazm bo'lmay qolgan ovqatingiz mavjud do'stlarim. Tush bu ruhning ko'zgusi emas, balki tananing hisobotidir do'stlar.